bangilarning rolini o'ynab targ'ib qilib qo'yapti degan fikrlar otiladi, toshlaydi. Bo'lishi mumkin. Men bir ha degim keladi, bir yo'q degim keladi. Sadirlar o'zini oqlab olsin. Bu deb kulib gapirib, o'shani hol ahvolni ko'rsatib qo'yapti. Sana ertaga shunaqa bo'ladi. Chaka o'rnashing xohlasang. Bangi obrazimga keladigan bo'lsa, birinchidan men u faqat konsertda emas, Instagramda ham ko'p foydalanaman bu obrazdan. Hech qachon nasha chaksang yaxshi bo'lasan degan gapni shunga yaqin yoki bo'lmasa mana shu zo'r kayfiyatni ko'tarib turadi bu narsa zo'r deganga yaqin narsa qilmayman hech qachon. Bizning jamoada ham bu narsa qilinmaydi. Qilamiz, yumorini qilamiz. O'sha qayta ahvolga tushishini ko'rsatamiz. Misol uchun, обязательно nashadan yoki boshqa tabletkadan bo'lishi ham mumkin. Ichkilarning ahvolini ko'rsatib beramiz. To'g'rimi? Mana Qobil bilan qo'l alkashlik obrazida chiqamiz. Bu degani ichsang zo'r ekan degani emas. Oxirida nima bo'ladi? Har doim sahnaning oxirida yo chakkan, yo ichgan odam parod bo'lib, yo sahnadan qochib ketadi, yo kimdir unutmay kulib tashlaydi. Oxiri xor bo'lishini qisman endi. Qochida endi xor bo'lib alkash bo'lib ko'chada o'lib qolganlarni ko'rsata olmaymiz sahnada, lekin qisman shu narsaga harakat qilamiz. Bu narsa yaxshi narsa emasligini ko'rsatib berish kerak.